Qurilishda ishonchli prorabni qanaqa aniqlasa bo'ladi? Birinchi unsuri, mana o'zingizlar e'tibor bergan bo'lsanglar, hozir ijtimoiy tarmoq juda ham rivojlanib ketdi va bu yerda mana misol uchun Instagramda juda ko'p prorablar bor. Har xil, misol uchun manga o'xshagan juda ko'p nomlarini aytib o'tishim shart emas, buni hamma biladi. Oldin mana shu ijtimoiy tarmoq rivojlanmagan paytda og'izdan og'izga o'tilardi. Ya'ni ishonchli prorab o'sha uy egasi imoratini qurdirayotganda ishonchga kirdimi, u uy egasi boshqa tanishiga, qarindoshiga, oshna oynasiga mashina qilib og'izdan og'izga o'tardi. Hozir bu narsaga hojat yo'q. Aytganimdek, ijtimoiy tarmoq hozir rivojlangan. Endi ishonchli prorabni qanaqa qilib aniqlashni birinchi metodikasi deb aytsa ham bo'ladi. Bu gaplashayotganda suhbat. Birinchisi to'g'ri, telefoningizni Instagramdan oladi, telefon qiladi. Birinchi muomala madaniyati bo'lishi kerak, albatta, va o'sha imoratni sizga qurdirmoqchi bo'lgan odam, ya'ni sizga emas, boshqa o'sha imorat qurdirmoqchi bo'lgan inson aynan telefonning o'zida siz bilan gaplashganda 50% ga bo'ldi, men mana shu prorabga qurdiraman degan narsani yoqib berish kerak o'sha insonda. Shu shkalani o'ynatish kerak. Endi ikkinchisi, telefonda gaplashib bo'ldingiz, suhbatini olib bo'ldingiz, joyiga chaqiriladi va sizdan o'sha qurilish mobaynida bo'ladigan jarayonlarni so'raydi. Ana o'shanda tutilmasdan, birinchi o'rinda bu baribir nima desamikin, manipulyatsiya degan narsa bor bu yerda. Buni ham to'g'ri qabul qilishingiz kerak. O'sha qurilishni qilmoqchi bo'lgan insonga siz to'g'ri, haqiqatni ochiq oydin ko'ziga qarab, hech qayerga e'tibor bermasdan, chalg'imagan holatda o'sha insonni o'zini ko'ziga qarab gaplashishingiz kerak bo'ladi. Bu ham o'sha sizni ishonchga bo'lgan shkalangizni 25-30% ga ko'taradi. Oxirgisi bu natijasi. Ya'ni siz qurgan imoratlarni shu xonadon egasi, ya'ni sizga imorat qurdirmoqchi bo'lgan odamga olib borasiz, ko'rsatasiz. Mana misol uchun men bu imoratni qurganman, bu imoratni qurish boshlangan, jarayonlarni ko'rib chiqadi. Lekin bu yerda prorabning birinchi vazifasi o'sha qurilishda nazorat. Ya'ni loyihaga asoslangan holda imoratni qurilyaptimi yo'qmi? Buni birinchisi, men misol uchun loyihani o'zim qilsam yoki menga xonadon egasi o'zi taqdim qilib beradigan bo'lsa loyihani, birinchi o'rinda siz ustiga nima qilib berishingiz kerak? Imoratni nolini chiqarib berishingiz kerak va o'qdan o'qqa bo'ladigan masofasi, ya'ni diagonalni hal qilib berishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu unsurni aniqlab bo'lganingizdan keyin o'sha bu yerda sizning vazifangiz o'sha kelgan ustalar, ya'ni imoratni qurmoqchi bo'lgan ustalarga siz masallig'i, qurilish materiallarini to'xtamasdan, ruschalab aytganda bespereboyni yetkazib berishingiz bu prorabni zimmasiga yuklanadi. Endi har bitta etapda, misol uchun eng qiyini podvol hisoblanadi. Podvoldan chiqib bo'lgandan keyin g'isht terish, kolonnasi, rigellari, tom yopilishi, o'sha imoratni diagonali to'g'ri ketyaptimi, kolonnadan kolonnagacha bo'lgan o'qqa masofasi to'g'ri chiqyaptimi, bu albatta prorabning vazifasi va hisob-kitobiga tayangan holda bo'ladi. Chunki quruvchi loyihani o'qigani bilan u qancha qurilish materiallari, armaturani secheniyasi, betonni markazini sizga aniqlab bera olmaydi. Mana shu yerda ham ko'pchilik xato qilib qo'yadi. Mana o'tgan kuni ham bitta odam bilan gaplashganimda, men o'zim qurilish qildim, ya'ni prorab yollaganim yo'q, lekin menda qurilish materiallariga bo'lgan uvol deydi, o'zi bechalab aytganimizda juda ko'p bo'lib ketdi. Ancha-muncha narsa o'sha axlatga chiqib ketdi deyishdi. Bu yerda o'sha quruvchi sizga palon tonna sement olib kelib bering deydi, bo'ldi. Prorabning vazifasi deylik bitta kolonnaga, rigelga yoki fundamentga ketadigan masalliqlarni, ya'ni qurilish materiallarini armaturadan tortib turib sementgacha, klinet shebellarigacha o'sha kubasini, metrini, tonnasini hisoblab berish kerak va albatta bu uni vazifasiga kiradi. Yana bitta buni masalasi, o'sha ko'pchilik savol beradi. Buni mana hozir ham 10 daqiqa oldin men bitta klient bilan gaplashganimda aytayaptiki, "Aka, sizda ustalaringiz qurilish materiallarini, to'g'ri, bizda jarayon paytida 4-5 ta uchastkani baravar ko'tarayotganimizda обязательно bittasini tepasida turish imkoniyati bo'lmaydi. Kontrol hammasida bo'lgani bilan, lekin ustalaringiz mana 10 tonna sement olib keldik, boringkani 5 tonna armatura olib keldik, buni sotadimi, sotib yormaydimi, ishonch bormi deydi. Endi masalaga shu narsani ham aytib o'tib ketmoqchiman. Usta bu narsadan foydasi yo'q. Sababi hozir 1 tonna sementimiz 600 ming bo'ladigan bo'lsa, u uni boringkani 100 kilosini, 200 kilosini o'g'irlagani bilan uni 20 ming, 30 mingga ham hech kim olmaydi bu o'g'irlangan narsani. Birinchidan, ikkinchidan u ustaga bizning uchun bu narsa kerak emas deb arzimagan narsani deb ertaga qo'pol bo'lsa ham aytaman, qamalib ketadigan jarayongacha borish ehtimoli yo'q emas deb o'tdi. O'shaning uchun bu narsaga imorat qurmoqchi bo'lganlar ahamiyat berishingiz shart emas. Bunga ham prorab o'zi boshi bilan javob berish kerak bo'ladi. Mana shu unsurlarni hisobga olgan holda siz imoratingizni kimga qurdirmoqchisiz? Birinchi boshda aytganda, telefonda gaplashganda yoki o'zi bilan yuzma-yuz gaplashganda bu gapini o'zidan sirasi bilinadi qanaqa insonligi. Ikkinchisi, qurayotgan imoratini yoki o'sha qilayotgan loyihasini o'qishi, bilishi jarayoni asosiy unsur hisoblanadi. Mana shu ikkita vazifani bilsanglar, o'shanda prorab tanlashda adashmagan bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.